Turkiyada universitetga geterodivizmi. Qani ketdik, tanishing. O'zbekistonda ikkita bolasini tashlab, mazza qilib Turkiyada yashayotgan ona, ya'ni men. Afsuski, ba'zi insonlar men haqimda shunaqa fikrda ekan. Albatta, mening birovning fikrini, hayotini muhokama qilishga haqqim yo'q, chunki men shunaqa tarbiya olganman. Lekin o'z fikrimni bildiraman. Ha, yolg'on emas. Men yaqinda bolalarimni butun hayotim davomida eng qiyin qaror bilan O'zbekistonga tashlab kelishga majbur bo'ldim. Bilishingiz bo'yicha, Turkiyada grant asosida 3,5 yildan beri o'qiyotganligim bois, o'qishimni tamomlashim shart. Turkiyadagi hayotning qimmatligini bilganlargina tushunishadiki, farzandlarimni bog'chaga berish imkoniyatim yo'q edi. Mazza qilib yuribdi degan gaplaringiz esa ortiqcha. Hech kimga isbotlash niyatim ham yo'q, faqatgina Alloh ichimdagi dardimni biladi. Bolalarim sog'-salomat, tushungan qaynota qaynonam va ota-onam borki, mening ko'nglim xotirjam. Turkiyadagi hayotim va o'qishim esa davom etyapti va men aynan bolalarimning kelajagi uchun hayotimni qurishda davom etishim kerak. Agar mening ijtimoiy tarmog'imdagi hayotimdan xulosa chiqarayotgan bo'lsangiz, to'g'risi sizga rahmim keldi. Dunyo qarashingiz shu darajada past bo'lgani uchun. Muborak Ramazon oyida birovning g'iybatini qilib, bo'xton tarqatgandan ko'ra o'zingizning hayotingizni gullating. Hech qaysi onaga farzandidan uzoqda qolishni tilamayman. Va siz ham men hech qachon farzandimni tashlab ketmayman deb katta gapirmang. Barchangizga iymon tilab qolaman. Görüşürüz.